yoshligingizda onangiz sizga eng ko'p aytgan so'zlari qaysi so'z bo'lgan? Ehtiyot bo'lgin bolam degan. Ehtiyot bo'lgin deyishgan. Tarbiya bo'lsa shunda. Qayerda eding? Qayerda eding bo'lgan? Kuchida ko'p bergan. Qizim o'zingga ehtiyot qil der edi. Chiqma ko'chaga der edi. Bizlarda faqat shunaqa gap bo'lar. Boshqa nima demasdi. Bolam ko'chaga chiqma, uydan chiqma der edi. Faqat shu. Bo'ldi, xolajon rahmat, yaxshi aytib oldinglar. Yaxshi ko'raman deganmizda. Yaxshi ko'rdingiz. Xo'p degin. Xo'p deb aytsang yutib ketasan. Yuk ko'targan yuzaga chiqadi. Demak, onajoningiz sizga har safar xo'p degan deyishgan. Xo'p degin. Yaxshi o'qi, yaxshi inson bo'l degan. O'zingni ehtiyot qilib yur. Ko'p ko'chada yurma degan. Bo'ldi, aka rahmat, yaxshi aytib oling.